Elektr energiya. Global taraqqiyot zamonida qishloq va shaharlar rivoji, sanoat majmualari aglomeratsiyasi barqaror energiya ta'minoti bilan uzviy kechadi. Eng muhimi, aholi demografik ko'rsatkichi shitob bilan o'sayotgan O'zbekiston sharoitini turli manbalardan olinadigan elektr energiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. So'nggi yillarda energetika islohotining asosiy maqsadi generatsiya quvvatlarini oshirish bo'ldi. Yurtimizda 2016-yilgacha umumiy hisobda 3 gigavatdan ortiq energiya ishlab chiqarish quvvati ishga tushirilgan bo'lsa, o'tgan 8 yil davomida 15 gigavatdan ortiq energiya ishlab chiqarishga qodir zamonaviy loyihalar barpo etildi. Bugungi kunda yashil energiya manbalarining ulushi 23% ni tashkil qilmoqda. Yil yakuni bilan 3000 megavatdan ortiq quyosh va shamol, 1167 megavat quvvatli issiqlik elektr stansiyalari, 1500 megavatdan ortiq energiya saqlash tizimlari foydalanishga topshiriladi. Natija istiqbolni belgilaydi. Mamlakatimizning energetika tizimi tubdan yangilanmoqda. Biz Buxoro viloyatidamiz. Bu hududda ham yangi, yuqori quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh va shamol stansiyalari ishga tushirildi. Eskirib qolgan elektr tarmoqlar bosqichma-bosqich modernizatsiya qilindi. Zamonaviy texnologik uskunalar va aqlli boshqaruv tizimlari joriy etildi. Bugun Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan viloyat bo'yicha jami 501 mingta iste'molchiga 95 ta yuqori kuchlanishdagi nim stansiya, 6500 dona past kuchlanishdagi transformator punkti hamda 19000 kilometr havo tarmoqlari orqali elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Jamiyatimizda prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik sari 330-sonli qarorlari asosida 48 ta mahallada 71 dona transformator punktlari hamda 207 kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangidan qurilib, rekonstruksiya modernizatsiya ishlari bajarildi. Bundan tashqari iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi 153 dona transformator punktlari hamda 250 kilometrga yaqin elektr uzatish tarmoqlarida qo'shimcha rekonstruksiya modernizatsiya ishlari bajarilib, tarmoqlar yangilandi. 2025-2026 yil kuz-qish mavsumida uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, betalofat elektr energiya yetkazib berish maqsadida jamiyatimiz tarkibidagi 830 dona past kuchlanish transformator punktlari, 2981 kilometr elektr uzatish tarmoqlarida hamda 10 dona yuqori kuchlanish past stansiyalarimizda mukammal ta'mirlash ishlari bajarildi. Jamiyatimiz tarkibidagi eng chekka hududlarda ham elektrlashtirilmagan hududimiz yo'q. Elektrlashtirilgan hududlarimizda ham yuklamani oshganiga qarab yoki bo'lmasam iste'molchilarning sonini ortayotganiga qarab o'sha hududdagi eskirgan tarmoqlar yoki bo'lmasa yuklama bilan ishlayotgan transformator punktlarida ham quvvat oshirish ishlarini yoki bo'lmasa qo'shimcha transformator o'rnatib yangilash ishlarini bajaryapmiz. Eng muhimi, ayni qish oldi, sovuq mavsumda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyalarni bartaraf qilish maqsadida Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi elektr qurilmalari zaxirasini tashkil etdi. Transformator moylari, kabel muftalari kabi favqulodda zarurat tug'iladigan kerakli jihozlar g'amlandi. Bir vaqtning o'zida aholi murojaatlari bilan ishlash ham izchil yo'lga qo'yilgan. 11 elektr qisqa raqam orqali iste'molchilar murojaati kunu-tun qabul qilinadi. Assalomu alaykum. Buxoro hududiy elektr tarmoqlari ishladi. Call center markaziga tushdingiz. Hududingizni aytasizmi? Fuqarolardan tushgan murojaatlar bo'yicha ma'lumotlarni olib, mas'ul shaxslarga yetkazamiz. Vazifalarimiz bo'lgan murojaatlarni yozib olamiz, shahar, tuman mas'ul shaxslarga yetkazib beramiz. Asosiy vazifamiz shundan iborat. Yangi liniyalarimiz, yangi qurilmalarimizni o'rnatgandan so'ng murojaatlarimiz ancha sezilarli darajada kamaydi. 1154 ga bo'ladigan murojaatlar hozir fuqarolardan asosiy tushadigan murojaatlarimiz qarzdorlik, elektr hisoblagichni ishlamay qolishi, shu haqida murojaatlar ko'proq hozircha. Buxoro viloyati aholisini ehtiyojiga yarasha barqaror tarzda elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida eng olis aholi yashash manzilgohlariga ham elektr tarmoqlari o'tkazilmoqda. Qorovulbozor tumani. Tumanga kiraverishda yastangan katta cho'l hududida yaqinda yuqori quvvatli nim stansiya barpo etish ishlari yakuniga yetkazildi. Yaqin kunlarda Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanida 32 megavat quvvatidagi yangi podstansiya o'z ishini boshlaydi. Bu quvvat manbai elektr ta'minotining yuragi hisoblanadi va u zamonaviy texnik uskunalar bilan jihozlandi. Demak, Qorovulbozorda elektr ta'minoti yanada barqarorlashadi. Bu podstansiyamiz tadbirkorlarimizga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Erkin iqtisodiy zonamizga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda ikkita katta sement zavodi hamda
metalli qayta ishlash zavodlaridan foydalanib kelmoqda. Podstansiyamiz yangi zamonaviy qurilmalar bilan ega bo'lib, bu bilding dasturlari hamda boshqaruv punktlar, markazlar mavjud. Qorovulbozor tumanimizda o'tgan yil tashkil bo'lgan 1000 gektarli elektr foton stansiyamiz qurilgandi. Hozir o'sha foton stansiyadan biz hozir bitta liniya olib kelib, mana bu yangi podstansiyamizga liniyaga ishga tushirdik. Mana bunda endi foton elektr stansiya bilan bu nima ikkovini hamkorligida ishlatib turib, uzluksiz elektr energiya bilan tadbirkorlarimizga yetkazish imkoniyatlari kengayib qoldi. Cho'l bag'rida cho'mgan, azim sukunatni buzgan bu yirik loyiha zamonaviy avtomat boshqaruv tizimlari, yuqori samaradorlikka ega transformatorlar, mustaqil ishlovchi himoya vositalari bilan jihozlangan. Turgan gapki, mazkur nimstansiya nafaqat energiya yo'qotishlarini kamaytirib, aholi turmush darajasini yaxshilaydi, balki tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratishga asos bo'ladi. Buxoro viloyati aholisi hamda tadbirkorlarni shu bilan bir qatorda yangidan tashkil qilinayotgan erkin iqtisodiy zonalarni uzluksiz barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun Buxoro viloyatida joriy yilda mana shunaqa 4 ta podstansiyalar qurilib, zamonaviy podstansiya qurilib foydalanish topshirish arafasida. Shulardan bittasi mana Buxoro viloyatining eng olis hududlaridan biri sanalgan Qorovulbozor tumanida qurildi. 32 megavat quvvatdagi ushbu podstansiya 2 dona 16000 kilovat amper kuchlanishdagi kuch transformatori o'rnatilib, yaqinda foydalanishga topshirish arafasida turilibdi. Ushbu podstansiya Qorovulbozor tumanida tashkil qilinayotgan 100 gektar joyda joylashadigan yangi erkin iqtisodiy zonasiga kelib joylashgan tadbirkorlarni uzluksiz hamda me'yor darajada elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda bu tadbirkorlik korxonalari ishga tushgandan so'ng ular uchun yaratilgan infratuzilmalarni ham uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun mazkur podstansiyamizda zaxira quvvatlari ham mavjud. Albatta ushbu podstansiya yana bir qulay jihatlaridan biri, podstansiyamiz to'la yangi bugungi kun zamon talablariga javob beradigan qurilmalar bilan jihozlangan. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham o'sha masalan qanaqadir jarayonlarni amalga oshirish paytida ham tezkor vazifalarni bajarish uchun, ham o'chirib yoqishda tezkorlikni ta'minlash uchun ushbu jihozlarimiz to'la bugungi zamon talablariga javob beradi. Yana mana hozir biz boshqaruv xonasida turibmiz. Ushbu qurilmalar qanaqadir avariyani o'chishlar bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu xonadan kelib aniqlab, shuni tezkorlik bilan yoqish choralari ko'riladi. Bu faqat o'sha erkin iqtisodiy zona uchun barpo etildi-mi podstansiya yo umuman Qorovulbozor tumani uchun? Umuman Qorovulbozor tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish uchun hamda tadbirkorlarni uzluksiz va me'yor darajasidagi barqaror elektr energiyasini ta'minlash uchun ushbu podstansiya qurilib yaqinda foydalanishga topshiriladi. Bu ishlar albatta davlatimiz rahbari boshchiligida Buxoro viloyati aholisi va tadbirkorlarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun amalga oshirilyapti. Shu bilan bir qatorda qurilmalarning eskirganligi natijasida tarmoqda bo'ladigan yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytirishga ham xizmat qiladi. Albatta bu hammasi iqtisodiy jihatdan davlatimizni yanada ravnaq topishi uchun samarali natijasini ko'rsatadi. Joriy yilda Buxoro viloyatining G'ijduvon, Kogon, Qorovulbozor tumanlari hamda Buxoro shahrida bittadan jami 4 ta yangi nimstansiya barpo etildi. Aholi va tadbirkorlik subyektlarini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida viloyatning Vobkent tumanida aytsa aytgulik, ko'rsatishga arzigulik ishlar ko'p. Mana ulardan biri Vobkentning asosiy energo ta'minot nimstansiyasiga yangi qo'shimcha kuch berildi. Bu podstansiya quruvchimizda avval bitta transformator mavjud edi, yana bitta qo'shimcha 10 000 kilovatlik transformator qurib ishga tushirildi. Ishga tushirilgandan keyin 7 mingdan ziyod aholimizga sifatli elektr energiya yetkazib berib yo'lga qo'yildi. Yirik iste'molchilarimiz bu Tola klaster degan MCH'imiz bu. Unga ham sifatli elektr energiya bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi va qo'shimcha zaxira manbai ham yaratildi. Vobkent tumanida so'nggi yillarda shu ko'p sanoat korxonalari barpo etilyapti. Demak, to'liq quvvat ta'minlandi, o'sha korxonalarga ham yetib boryapti. Xuddi shunda yetib boryapti. Muammo yo'q hozircha. Avvallari shu elektr energiya pastligi bo'yicha, keyin uzishlar bo'yicha murojaatlar ko'plab bo'lardi. Hozirda bu muammolarning oldi olindi.
yechimi topdi, sifatli elektr energiya bilan ta'minlanmoqda. Bu uskunalar hammasi zamon talabiga javob beradigan, transformator olib kelindi, qo'shimcha yacheykalar o'rnatildi, hammasi sifatli, chiroyli uskunalar o'rnatib ishga tushirib berildi. Avtomatik tarzda ishlaydigan uskunalar keltirildi. Prezidentimizning 330 sonli qarorlariga asosan 61.2 kilometr tarmoq rekonstruksiya qilindi. 4 ta mahallamizga 10 mingdan ziyod aholisini sifatli elektrika bilan ta'minlandi. 1200 dan ortiq yog'och tayanchlar o'rniga temir beton tayanchlar o'rnatildi. 8 dona qo'shimcha yangi 250 kV transformator o'rnatib ishga tushirib, shu kuz-qish mavsumiga barqaror elektrika yetkazib berish uchun harakat qilib kelmoqdamiz. Vobkent NIM stansiyasi bu majmuada ishga tushgan zamonaviy texnologiya raqamli nazorat yo'qotishlarni kamaytirdi. Eng muhimi, ilgarilari elektr ta'minotidagi uzilishlardan aziyat ko'radigan 4 ta mahallaning 10 mingdan ziyod aholisi barqaror elektr energiya bilan ta'minlandi. Ammo bu hali hammasi emas. Tumandagi Niyozxo'ja mahallasi Qo'ldosh qishlog'ida ish qizg'in. Yaxshisi shu yerning odamlaridan eshitgan ma'qul. Mana bu qishlog'imiz 110 ta xonadondan iborat bo'lib, bizga mavjud o'rnatib berilgan transformator quvvati kichiklik qilganligi munosabati bilan qo'shimcha murojaat yuborgan edik. O'sha murojaatga asosan qo'shimcha transformator o'rnatilibdi. Biz xursandmiz. Murojaatimiz hal bo'libdi. Transformator punkti qo'shimcha o'rnatildi. Biz xursandmiz bundan. Bu qishlog'imizni ikkiga bo'lamiz. Yarim xo'jalik mana 62 ta aholimiz eskiga qoladigan bo'lsa, qolgani yangi transformator o'tib, yangi imoratlarga ham shundan iste'mol ta'minlanadi. Xalq xursand, mana hozirgi zamon talabiga asosan texnikalar deymiz, bu xolodilnik, visorovka, boshqalar hammasi iste'moli asosan elektr energiyaga bog'liq. Chunki iste'mol shu elektr energiyadan oshgani munosabat bilan shu murojaat qilgan edik. Ana shu murojaatimiz hozir amalga oshyapti. Biz xursandmiz. Ayollar, bolalar xursand. Svet o'chmasligi ta'minlanadi yakuni bilan. Albatta prezidentimizni mana bu elektr energiya bo'lgan e'tiborlari, xalqni o'ylab bu ishlar qilinishlar albatta rahmatimizni aytamiz. Xursandmiz. Mana yangi transformatorlarni quribdilar. Bizga ko'p o'chib turaydi. Baribir xolodilnik, kirmashinka, o'tni ishlatamiz. Bu yil Xudoga shukr mana yangi transformator quribdilar. Chunki yaxshi biladi. Rahmat. Shunchaki mana bizga o'zgarishlar qilibdilar. Darvoqe, Niyozboshi mahallasining hududi katta. Yangi qurilgan uy-joylarni barqaror elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida beton tayanch ustunlar ham o'rnatilyapti. Eskirganlari almashtirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, energetika tizimini yangilash va qishloq infratuzilmasini mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilayotgan bunday ishlar qishloq joylarda yashovchi aholining turmush darajasini oshirish, qulay va zamonaviy yashash muhitini barpo etishga xizmat qilmoqda. G'ijduvon tumanida ham ish qizg'in. Markazdan uncha uzoq bo'lmagan Abdulla Qahhor nomi berilgan mahallaning 4 ta ko'chasida yangi beton tayanch ustunlari, ko'cha yoritqichlari o'rnatilyapti. Xalq farovonligi yo'lida prezidentimiz tashabbuslari bilan ko'chalar obod bo'lyapti. Bugungi kunda barcha ko'chalarda obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Mana bu ko'chamizda eski yaroqsiz simyog'ochlar o'rnida yangi beton simyog'ochlar almashtirilyapti. Bularda yangi LED chiroqlari o'rnatiladi. Ko'chalarimiz tunda yorug' xalqimizga xizmat qiladi. Jami 4 ta ko'chamizda 2 kilometr masofada yangi beton simyog'ochlar almashtirilyapti. Bular xalqimizning farovonligi uchun xizmat qiladi. Transformatorlar yangisiga almashtirildi, o'zgartirildi. Ular ham mahallamizning obodligiga xizmat qiladi. Undan tashqari 14-oktyabrdagi prezidentimizning o'tkazgan selektor yig'ilishlarida mahallalarda tozalik obodonlashtirish oyligi e'lon qilingan. Bu oylikda biz ham Abdulla Qahhor mahallasi ham o'z hissasini qo'shib, ko'chalarimizni obod, farovon hayotga o'z hissamizni qo'shish uchun harakat qilmoqdamiz. Barcha ko'chalarda tozalash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Elektr ta'minoti sohasidagi har bir yangilik bu mamlakatning iqtisodiy qudrati va farovon hayot sari tashlanayotgan muhim qadamdir. Buxorodagi kabi yurtimizning har bir hududida kechayotgan mana shunday o'zgarishlar esa inson manfaati tamoyiliga mos ravishda yurtdoshlarimiz hayoti uchun zarur yorug'lik, issiqlik va qulaylik olib kirmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.